Hammaga assalomu alaykum. Bugun yangi video bizda mehmonda Timur, streamer. Bizda bugun boshqacha challenge. Donoziki o'ynaymiz. Yutqizgan ikkita odam shart bajaradi. Ya'ni yutgan odam shart berish kerak. Juda bir qiziq shart bo'ladi. Uni ko'rasizlar. Donozikini unda boshlaymiz. Donoziki. Aytdim. Qaranglar, cho'zib o'tirmayman. Shart вообще oson. Hozir men ikkita limon sotib olaman, bularga beraman. Kim agar limonni yeb bera olmasa, eng qiyin shart o'shanga o'tib ketadi. Ketdi. Hozir bolalar bilmaydi, menda eng qiyin shart вообще boshqacha. Xitoyga borib, menga choy olib kelib berish kerak. Tasavvur qilsam, Xitoyga uchadi, choy olib keladi, qaytadi. Hozir magazinga borib, eng achchiq limonlarni olaman, eng kisli, ya'ni pishmagani bo'ladi-yu. Shunaqasini tanlab olaman. Menimcha, shoh yeb bera olmasa kerak deb o'ylayman. Ko'ramiz. Endi qaranglar bolalar. Men sizlarga shart tayyorlab qo'yganman. Nima shart? Shartni hozir aytaman. Yeyolmagan odam eng qiyin shartni bajaradi, yeb bergan odam oson shartni bajaradi. Chiqarib yutishga tayyormisiz? Men tayyorman. Limonlarni har kuni yeyman kerak bo'lsa. Yo'q, vahima qilmang. Bemalol. Hozir yuramizmi? Bismillah. Ketdi qani. 2, 3. Wow. Oqizmasdan. Yo'qmi? Bo'ldi. Maza qochdimi? Bo'ldi. Tak, bolalar, nima bo'ldi? Timur yutqizib qo'ydingmi? Mana. Vashshi nordon ekan bor. Timur qolib ketdi. Shoh gap yo'q, yeb qo'ydi oxirigacha. Qiyin shart shundan iboratki, hozir bugun kechasi Xitoyga uchasan. Bugun uchishim kerakmi? Da, bugun kechasi. Real bugunmi? Bugun uchadi Xitoyga. Menga choy olib keladi. Oson shart nimadan iborat bilasizlarmi? O'sha choyni shohmanga damlab beradi. Ketdi, boshladik. Yo'q, Da. Bilet bormi ekan? Narsalaringiz yo'q. Timur senga qiyin shart tushdi, lekin bu borib olib kelish choyi qiyin emas. Nimaga bunaqa deyapman? Shartning eng qiyin joyi shu yerda. Yana shart bormi? Yo'q, bu shartning ichida shart. Hozir sen borib choy olasan-ku. Xitoy tilini ishlatmasdan, ingliz tilini ishlatmasdan o'zbekchada olishing kerak choy. Yo'q, xitoyliklar o'zbek tilida gapiraman. Shunday kirasan, menga bitta choy, ko'k choy berib yuboring desam bo'ldi. Ular o'zi tushunib olish kerak. Tushuntirasanmi qo'l bilan, nima qilsang ham shu o'zbekchada olishing kerak. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, ketdi shartni bajarishga. Hozir aeroportga boramiz, bilet olib, shu bilan uchasan. Bilet topsak bo'ldi. Birinchi qiladigan ishim bu bilet olish bo'ldi. Eng yaqin reysga bilet oldim va kechki aeroportga yo'l oldim. Mana men o'sha aeroportga ham yetib keldim. Ro'pa-rosa 1 soat vaqtimiz qoldi. Meni qiynayotgan bitta savol bu. Xitoyda qanaqa qilib o'zbekchada choy olishim? Qolgani kopeyka menga, bilasizlar. Ketdi. Vatanimiz poytaxti Toshkentdan Xitoy poytaxti Shanxayga parvoz 5 soat vaqt oldi. Aholisi 24 milliondan ortiq bo'lgan bu shahar qadimiy ko'chalar, zamonaviy binolar bilan o'tmish va kelajakning noyob uyg'unligini yaratadi. Va shu shaharga Timur choy olishga ketdi. Kelgunimcha ertalab bo'libdi. Qanaqa hozir Toshkentdan Shanxayga yetib keldingmi? O'zbekistonda Shanxay shahriga yetib keldim. Sizlar boring. Lekin qo'ymadinglar akalar. Sizlar uchun choy olib kelaman, nima qilaman? Birinchi qilgan ishim bu mehmonxonaga joylashdim. Keldim. Va eshikni ochaman. Akalar, xonamda choy bor-da, xonamda. Tako choy hisoblanadi. O'tadimi, o'tmaydimi choy? Mana choy hisobga o'tadimi, o'tmaydimi? Zo'r choy bor, chali degan. O'tmasa kerak, leotar ekan. Mana olaman bor sizlarga. Mehmonxonamdan ko'rinishi. Atmosferani qaranglar. Men hozirgi paytda 21-etajdaman. Mana Shanxay sizlarga ahvol. Zo'r, lekin pastlari mana. O'shunga hamma yoq odam ko'p, to'la. Ozgina dam olib, kechpal shahar aylanib, choy olishga chiqdim. Bitta choy olgani 2 kunga Shanxay keldim.
tasavvur qilsizlarmi? Shunaqa ham bo'ladimi? Shanxay ko'chalarida choy qidirib yuribman. Bitta shu yutuq qo'yganim deb Shanxay Xitoyga kelib, ay oyog'imni urib Shanxaydan choy olib kelyapman, choy akalarga. Shaq qo'ymiz sizlar. Gifty chai vino. Wife. Hello. Do you have tea? Timur, menimcha sani esingdan chiqib qoldi. Ingliz tilida emas, o'zbekchada so'rashing kerak. Bo'ldi akalar, yes qilamiz. Esimdan chiqib qopti-da. You don't have to take pictures of what kind of tea you want to buy either. No Just picture? tell me No picture? Let me tell you directly. Ana, o'tdan chiqarib olyapti. Senga sotmayman choy deyapti. Bilmayman. Nega? Choy sotmayman. Chiqana videoga qilganim yoqmadi. Kech payt hamma do'konlar soat 10 da yopilar ekan. Shunga choy olish ertangi kunga ko'chirildi. Mayli, men dam ola qolay. Ertaga sizlarga o'zbek tilida choy beraman, bir amallab. Mana ertalab tongdan zavtriklar qo'yilib, chiqdim ko'chaga. Hozir shaxsga choy olgani ketyapman. Ulan qo'ttalinga qaranglar. O, bola choy topdim, choy. Mana shu yerdan oling. Bularda viza bo'lmaydi, men pulim naqd pulim yo'q. Menda faqat viza. O, kichkina mangochadan qaranglar. Men bitta choy ko'rgandek bo'ldim. O. Sizlarga ishqilib, muhim eslatmam bor. Mana shu sayohat chiqinglarda, imенно Shanxay, Xitoy chiqinglarda, bu yerda vizalar o'tmas ekan ko'p joylarda. WeChat ilovasini skачать qilib, WeChatda Alipay deb oplatalar qilsanglar bo'ladi. Choy izlab Shanxayning markaziga chiqdim. Mana choy topdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Anaqa bom ko'k choy, ko'k choy? What is it? Ko'k choy. Tea, fruit tea. Chai. Yes. Which tea? Yashil choy. I have flower tea, original tea, black tea, Yashil choy. Bom? green tea. Green. Green tea. This green tea is new, very best quality. It's new. Yaxshimi mazasi zo'rmi? You see? Longjing tea. Yeah, Longjing tea. It's Da Hong Tao. Mazasi yaxshimi? For yourself? For present. Halolmi? Try, delicious. This blueberry and hibiscus, a little cold, slowly try, very, very delicious. Bitta bering shundan. Bitta shundan bering. This is mini and bigger. Mini. And middle. Middle is double gram price less. One more different. Super good. Yeah, this is number one. Kichkinasi bormi, kichkinasi? Smaller one, this one. This is Anhui Huangshan province. Yashil choy bu, yashil choy. This all green tea. Qilib ko'ring bitta mana bu o'rada 1.80 bering. Juda qimmat degan choylaringiz. This one. Bitta shundan. Keyin bitta anu mevali choyingizdan bering. Meva. Yeah, this one. Ichib ko'rishimga bo'ladi просто. Too small. This is good, you know. Men bilan beravering bo'ladi. Naqa gap pulim ko'p emas, hozir kartamda. Vo'ra. Okay. No more anything else? Nima degan so'z tushunmadim. Nech pul bo'ladi o'tib? Okay, you see? 248. For free. Bitta tekshirib ko'raylik. Yeah, this for free. Bitta men bo'ladi. Qara. Men mendan bitta ber, keyin bitta mendan ber bo'ladi. Bo'ladi dedi. Buncha pulim bor kartamda. Kerak, shartlarni bajardim. Its price not enough. Dollarda qancha bo'ladi? Dollar. Agar bu sal viza bilan muammo qiyinroq ekan, shart bajardik. Biz labzimiz so'ragan bolamiz. Okay. Chiqalib, ana sizlarga o'zbekcha gapirish kerakmi? Mana sizlarga o'zbekcha gapirish. Bor pulimni choy oldim. O'zbekistonda Toshkentda narx choyli 5000 so'm, 10000 so'm turibdi. 95 choyli. Va biz mana eng zo'r Shale Pay degan choydan oldim. Sizlar o'ylaganim puflo choylar emas, o'zingizlar ko'rdinglar-ku. Yaxshi choy. O'zimga ham xushbo'y oldim. Aeroportga go. Mana choylarni olib, hamda qaranglar MMC ni anaqa sizlarga obzor qilib beraman, ko'rsatib, dunyodagi mashhur MMDance marketi. Bu yerda hamma narsa MMDance.
Narxi nech pul deganinglar uchun narxi 299 yuan degani bu почти 49-50 dollar ekan. Do'kon shunchalik kattaligidan даже ikkinchi etaji ham bor ekan. 88 yuan 250 gram. Mana M&M's narxi 136 yuan. Yana sizlarga hozir bir narsa ko'rsataman. Mana bitta avtomatizlashtirilgan kofe apparat robot bor. Bez odamsiz bez baristasi ishlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunda politsiyasiga mashinani yonida. Mana kofeni. O'zi qiladi kofeni. O'zi tayyorlab, o'zi qilib, bez odami yo'q, baristasi yo'q. Hammasi cho'tki, cheki-buki. Qalay. Mana sekin narsalarni yashirib, Toshkentga sizlar uchun yo'lga uchaman akalar. Choy va sovg'alar olishim bilan aeroportga yo'l oldim va samolyotda choy uchun alohida joy band qildim. Sizlarga to'g'risini aytsam, hayotimda yutqizgandan birinchi marta xursand bo'ldim. Choy bahona Xitoyni ko'rib keldim. Bollash qilib, men kelib oldim. Mana aeroportdaman hozir. Bagajim, men sizlarning choyinglar, men sumkamda. Kutib qolinglar. Ertaga ko'rishamiz, bolalar. Bugun kech bo'ldi, dam oling. Timur keldi mana. Bu degani bizani choyimiz keldi. Biza choy ichamiz, o qimmat choyga o'xshatdi. 50 dollar choy bu. Seriously. Ha, voy. Choylar papasi. Ko'ryapsan, Timur? Va paketlarni ko'ryapsan. 50 dollarlik choy icharkanmiz Bitta ko'rsting katta publikaga mana qaragina. 50 dollarlik choy ekan. Upakovkalari ham boshqacha ekan. Mana qaranglar, bogatiy shunday ko'rinib turibdi. Hozir bu choyni endi biz nima qilishimiz kerak? Shoh eslatib o'rasizmi? Damlaymiz. Timur o'zini shartini bajardi. Endi shartni Shohga beramiz. Shoh, bitta qo'lingizdan qo'llaringizni o'ynatib choy ichamiz. Yana endi choyni o'ziga solamiz. Yaxshiroq chiqishi uchun mana ko'proq solyapman. Chiqib qolsa kerak ranglari. Timur sifatli choy olib kelgan bittaman. Juda bu lekin o'tga o'xshayapti to'g'risi. Kutamiz endi 10 minut vaqt beramiz choyga, 5 minut vaqt beramiz, dam olib ichamiz xudo xolasa. Xo'sh, choyimiz ham tayyor bo'ldi. Bu allambalo choyga o'xshayapti, lekin Shoh birinchi o'zi boshlamaymiz. Qani? Choy ichaylik-chi. Shag'aliga lekin to'g'risi xab bo'lmaysiz. Choy ham bopladingiz. Mayli, nima ham deydi. Yo'qdan ko'ra yaxshi mana sizga choy. Cho'rasilar qanaqa choy bo'ldi? Необычный choy bo'ldi. Suvdan iborat choy bo'ldi, g'irt. Ranglari ham yo'q. Timur, menimcha siz alla desa 50 dollarga bunaqa choy bermayman. Eng men akalarim uchun ayamayman puldan. Lekin hidi yaxshi ekan. Hidi yaxshi bor. O't ichayotganga o'xshayman. O'tchi, mana yig'ib turib. Qovurish kerak bu choy menimcha. Nimadir qilish kerak. Qovurib olish kerak bu choy. Chunki bunaqa rangi ham yo'q-da buni. Yaqinda ko'rsanglar choyi. Xitoy choyi original shoh bo'ladi. Buni ichganlar biladi o'zi. Hammaga rahmat mana. Bahonada men Xitoy choyi ichib oldim. Original Xitoydan kelgan choy. Videoyimizdan shu joygacha ko'rganinglarga hammaga rahmat. Timurga ham rahmat. Xitoyga borib erinmasdan choy olib keldi. Choy damlagan Shohga rahmat. Ichgan menga rahmat. Mana shu bolaga отдельно bitta like bilan bitta kommentariy yozib qo'ying, chunki mana shu bola Xitoyga borib bitta mana shu choy ko'tarib kelish uchun. Shu joyga kommentariy tushib yozinglar. Keyingi mehmon kim bo'lsa, blogerlarning orasidan yozsanglar ham bo'ladi. Hamma kommentariyani o'qib, hammaga javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.